Sizlar bilan bugun biz 211 ni ko'ramiz. Mercedes-Benz W211 E-Class ideal nemis shedevr kuzovi 2002-yildan 2010-yilgacha ishlab chiqarilgan. Dvigatel hajmi объемlar 1.8 dan to 5.5 ga qadar. Mercedes-Benz kuzovlari ichida bu kuzovga balichiklar juda ham ko'p. Chunki bu yerdagi kiyma deyiladi. Lotka. Salonga baho. Eshik panellari mebelniya. Salon koja. 3 yulduz bilan sizni qarshi oladi. Mashina salonida inson haqiqiy hashamatni his qiladi. Yuqori sifatdagi nemis avtomobili. Kalitni buraysiz va ohista bir marotaba shuni bosib qo'yamiz. 211 yoqadigan yana bir zo'r joy bor-da, ajoyib mana. 2002-yillar uchun ajoyib fishka. Yana bitta zo'r tarafi bor. Albatta bu narsada faqatgina pivaxo'rlar piva ichishi emas, balki insonlar o'zi yaxshi ko'rgan ichimliklarni qo'yishligi ham mumkin. Oh, qani edi mana uni ichiga to'la dollarlar bo'lsa, ha? Yana zo'r fishka. Mana bu yerga bo'lsa, mayli, mayda-chuyda tangalar ham ketaveradi. 2002-yillar uchun juda ham ajoyib qulayliklardan biri. Orqaga yurganda avtomatik tarzda yon oynalar to'g'rilanib olishligi va gaz berganda mana bundoq mashinani otilib qo'zg'alishiga e'tibor beramiz.